Hurmatli jamoatul muslimin, aziz aka-ukalar, musulmon birodarlar, bugun hijriy 1444-yil 23-Rabiul Thani Juma kuni hammamizga muborak bo'lsin. Sizlar orqali ahl farzandlaringizni ham tabriklashga ijozat bering. Bugungi juma mavzusi islomda ozodalik va poklikka e'tibor mavzusi. Bu dolzarbligidan mavsumiy mavzularga ham aylanib qolgan. Har doim takror bo'lib kelaveradi. Zero inson tozalikka hamma vaqt muhtoj bo'ladi. Dini islom insonning butun muhtojiyatini tozalikka bo'lgan, poklikka, nazofa, ozodalikka bo'lgan ehtiyojini unga ilm o'laroq, unga ma'lumot o'laroq ham botiniy ham zohiriy bayon qilib bergan. Ya'ni musulmon kishi joyini toza qiladi doim. O'zini toza qiladi, badanini, ya'ni kiyimini toza qiladi va albatta qalbini ham toza qiladi. Ibodatlar farz bo'lar ekan unga, ibodatning farzlariga o'sha joyning tozaligi, kiyimning tozaligi, badanning tozaligi farz qilib kiritilgan. Jumladan namozga ham. Namozni farzlarini o'rgansak, u yerda joyi pok deydi, jomai pok deydi, badani pok deydi. Joy, joma degan kiyim. Shular pok bo'lish kerak. Agar nopok bo'lsa namoz o'qiy olmaydi. Kiyimida najosat shariat belgilagan miqdordan oshiq bo'lsa namoz o'qiy olmaydi, masalan, o'sha holatda. Yoki badanida. Zohiriy holatlar shariatga oid, botiniy holatlar tasavvufga oid. Xuddi shunday insonning luqmasi ham poklashga buyurildi. U pokiza narsalarni yeyish kerak. Zotan Qur'on xabar berdiki, Alloh taolo aytadi, biz sizlarga pokiza narsalarni rizq qilib berdik degan. Rizq shu yerdan pok va nopokka bo'linar ekan. Pok rizqqa Alloh rozi bo'ladi, nopokiga Alloh taolo qahr qiladi. Banda pok va nopok rizqi o'rtasida mas'uliyatlidir, ya'ni javobgar qilingandir. Birgina juma namoziga kelishimizni bir sar hisob qiladigan bo'lsak, juma kuni eng diqqat qilinadigan tomon nima tomon? Shu tozalik tomoni. Juma kuni usul qilish. Hadis shariflarda bu yerda keladiki, haqqun ala kulli muslim deb boshlanyapti. Har bir musulmonga haq, ya'ni lozim degani. Ayyagtasila fi kulli 7 ayyam yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Har bir musulmon kishi har 7 kunda bir marotaba g'usl qilishi lozimdir. Unda boshini va butun badanini yuvishi talab qilinadi. Har 7 kunda degani bu 7 kunda cho'milish kerak degani emas. 7 kundan oshib ketmasin degan. 7 kundan oshganiga inson chidam turib bo'lmaydi o'zi, atrofidagilar ham. Musulmon odam har kun cho'miladi, iloji boricha. Har kun cho'miladi. Imom Ali radhiyallohu anhu dan Sahih Buxoriyda hadis keltirilgan. Imom Ali shahvati kuchli inson bo'lganlar. U kishi o'zlari aytadilarki, sermazi inson edim deganlar. Sermazi degani, mazi buni nimaligini biladi, hamma yoshlar biladi. Mazi nimaligini yoshlar biladimi? Bilmasdan iloj, bilasizlar, faqat nomini bilmaysizlar. Uni bilmasdan iloji yo'q. Faqat o'sha mazi ekanligini bilmasligingiz mumkin. Kimdir? Kattalari juda yaxshi bilishadi. Mazi deydi, vadi deydi, mani deydi, hammasining nomi bor. Mazi erkak kishining olati qattiqlashganda keladigan suyuqlik bo'ladi. O'shani aytayapti Imom Ali. Sermazi inson edim degani, ya'ni nimani anglatadi? Jismonan baquvvat odam ekanligini aytadi. Shahvat kuchli bo'lgan. Ya'ni olati ko'p taranglashib yurgan degani. Olati turib yurgan degan ma'noda. Ammo Rasulullohdan so'rashga uyaldim. Nima uchun? Chunki qizlari qo'limda edi. Qaynatadan qanday so'raydi? Shunda bir kishi orqali so'rattirdim.
har mazga kelganda g'usl qilishim kerakmi? Payg'ambar alayhisalom yo'q, tahorat qilasan deganlar. G'uslni vojib qiladigan narsa mani deyiladi. Mani u zab bilan, shahvat bilan otiladigan quyuq suyuqlik. U urug'i. Unga g'usl vojib bo'ladi. Ammo maziga tahorat lozim bo'ladi. Mana shu masalalarda hammasi qarang, sahobalardan Alloh rozi bo'lsin yoki payg'ambar alayhisolamning zavjalaridan Alloh rozi bo'lsin, ummatga hamma masalani payg'ambarimizdan so'rab berib, yechib berib ketganlar. Juma kuni g'usl qilish sunnat yoki mustahab ekanligi ham mana bu hadisdan kelib chiqadi. 7 kunda bir marta cho'miling deyaptilar. Hech bo'lmasa. Ammo o'rgangan odam har kuni g'usl qiladi. Har kuni cho'miladi. Jumaga xushbo'ylanib keling deyishyapti. Xushbo'ylanib keling deyishyapti. Toza kiyimlaringizni kiyib keling deyapti. Masalan, Sahih Buxoriyda bir hadis sharif keladi. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث قال حدثنا الحكم عن إبراهيم يعني النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة نمزر رواية قلنيات كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي وهو محرم deyaptilar. Payg'ambar alayhisalom ihrom kiyganlarda keyin sochlarining farqida xushbo'yning yaltirab turganini ko'rardim deyaptilar. Ya'ni ihrom kiygan odam ihromdan keyin xushbo'y surtishi mumkin emas. Ammo undan oldin xushbo'y surtib olib, keyin ihrom kiysa-yu, ihrom kiygandan keyin ham hidi kelib tursa yoki yaltirab turar degani payg'ambar alayhisalom dehn surganlar, yog', dehnil ud, dehnil misk, dehnil vard masalan. Hozir atirlar bor, mana jumada ko'chada ham sotishadi-ku. Yog'ni surganda, ko'p surganda sochlarni farqida orasida o'sha yog' yaltirab turganini ko'ryapman go'yoki deganlar Oysha onamiz. Ko'zimda oldida qolib ketgan shu narsa. Bu alohida ihromdagi kishining xushbo'ylanish masalasi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biz bu hadisdan bu jumamizga, bu mavzumizga oladigan narsa doim xushbo'ylanganlar va shunday ko'p xushbo'ylanganlarki, hattoki ko'p surtganlardan yog' yaltirab turardi, to'planib qolib. Masalan, qimmat atirni sekin ozgina tegizib qo'yishadi-ku. Qimmat atri bo'lsa, arzonroq bo'lsa bemalol qo'lingizga suraveradilar. Payg'ambar alayhisolomning xushbo'yliklari ko'p surtganlardan sochlarining farqida yaltirab turardi deyaptilar Oysha onamiz. U zotning xushbo'ylanishga bo'lgan rag'batlari. Mana juma kunida kiyimingiz toza bo'lsin deydi, badaningiz toza bo'lsin, xushbo'ylanib keling, g'usl qilib keling. Hamda mana bu makruh sabzavotlarni yeb kelmang deydi. Chesnok, piyozlarni yeb jamoatga chiqmang deydi. Ham ozodalik, ham musulmonlarga yoki farishtalarga ozor bermaslik. Bu hamma joyda. Masjidda ham, ko'chada ham, dasturxonni boshida ham, hatto musulmon kishi tahoratxonada ham ozodalikka eng birinchi avval nazar tashlaydi. Shunday ekan, endi jamiyatda-chi? Jamiyatda undan ham ko'proq ozodalik talab qilinadi. Jamiyatni iflos qilmaslik mas'uliyati zimmamizda, gardanimizda bo'ladi. Albatta, davlat tomonidan yoki jamiyat tomonidan ozodalikni saqlash uchun harakatlar olib boriladi. Axlatlarni tozalaydigan korxonalar ishlaydi. Axlat qutilari qo'yiladi. Bu tomonlar qilib beriladi, ammo asosiy narsa odamlarda. Bizda mana shu madaniyatni shakllantirish, qog'ozni ishlatilib bo'lingan narsani ko'chaga tashlamasdan o'zining qutisiga tashlash. Agar joy topilmasa, uni cho'ntagiga solib qo'yib, borib ko'rganda uni tashlash. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, menga eng afzal amal ko'rsatildi. Qaysi ekan deb so'raganlarda, yo'lda yotgan ozor beruvchi narsani olib tashlash dedilar. Ya'ni eng yomon amal ham ko'rsatildi dedilar. Qaysi ekan deyishdi. Masjidda ko'milmagan balg'am dedilar. Ya'ni tupurilgan narsani masjidda
Shuni ko'nmasdan masjidga tupurish dedilar. Imom Abu Hanifa rahimahulloh masjidga tupurganingdan ko'ra mening saqolimga tupurganing yaxshiroqdir menga deganlar. Bu yerda masjidning hovlisi aytilyapti. To'g'ri, islomning avvalda odob, ahkom o'rgatilayotgan mahalda hamma narsa bo'lgan. Biz aytib berganmiz sizga, Madina Munavvarada Payg'ambar alayhisolamning masjidlari unda gilamlar bo'lmas edi, tuproq bo'lardi, qum bo'lardi. Bir arobiy keldida Payg'ambar alayhisolamning suhbatlarini eshitib o'tirib, birozdan keyin zerikdi deydi. O'rnidan turdida 2 metr nariga borib bavul qila boshladi masjidning ichida. U bilmaydi u arobiy. Shunda sahobalar unga tashlanmoqchi bo'lishdi hammasi. "Oy, nima qilyapsan?" deb. Payg'ambar alayhisolam to'xtatdilar ularni. "Tegmanglar, oxirga yetkazsin." Oxir yetkazib bo'lgandan keyin uni chaqirib unga tushuntirishdi. Haligi joyga bir chelak suv qo'yib tozalashdi. Agar Payg'ambar alayhisolam ularni ushlab qolmaganda edi, ko'pchiligining usti najosat bo'lardi, sachrab, yoqalashganlarida. Bavli oxirgacha chiqmagan odamga kasallik yetishi xavfi bor edi. Masjidning ham ko'proq joyi bavul sachragan bo'lardi, najosat bo'lardi. Bu islomning avvalda odob axloq o'rgatilyapti va unga tushuntirildi. Endi bir qiziq narsani aytaman sizlarga. Sahih Buxoriy kitobini hindistonlik shayximiz u kishi uchun alohida duolar olmoqchiman. Hozir bemorlik etib turibdilar. Yoshlari ulug' bo'lib ketdi. Shayx Abu Bakr Ahmad hafizahulloh bilan Sahih Buxoriyni o'qiyotganimizda sharhida u kishi bir ajoyib tahqiq qilgan ekanlar. Men hech qayerda bu tahqiqni eshitmagandim ham, ko'rmagandim ham. Tahqiqlarda aytdilarki, وأورد في الفتح في شرح حديث بول الأعرابي في المسجد روايتان أحدهما أنه ذو الخويصرة اليماني والآخر أنه ذو الخويصرة التميمي. O'sha bavul qilgan Arabiy kim ekanlarini Fathul Boriyda Ibn Hajar Asqaloniy rahmatullohi alayhining fathlarining sharhida ulamolar tahqiq qilib aniqlashgan ekan. Bir voqea yuz bergan. Hazrat Ali Yamandan jo'natgan o'ljalarni Payg'ambar alayhisalom taqsimlaganlarida islomga qalbi ulfat qilinishi lozim bo'lgan kishilarga taqsimlab berganlar. Shunda bir odam o'rnidan turgan deydi. U odamni tasvirlab berishgan. Soqoli ko'sa edi deydi. Boshi bir xunuk, ko'zi chaqchaygan edi. Peshonasi bir narsa edi. Xullas bir maxluqqa o'xshardi deydi o'sha odam deydi. U odam o'rnidan turganda "Ya Muhammad" degan. O'zi aslida "Ya Muhammad" deb murojaat qilish mumkin emas edi Payg'ambar alayhisolamga. "Ey Muhammad" degan. Payg'ambarimizga "Ya Nabiyalloh", "Ya Rasululloh" deb murojaat qilish buyurilgan Qur'on bilan. Ammo o'rnidan turganda "Ya Muhammad, ittaqillah" degan. Allohdan qo'rq, insof qilmading deb to'g'ri qo'pollik bilan gapirgan. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ruxsat bering, buning bo'yinini chopay deganlarda Payg'ambar alayhisalom ruxsat bermaganlar. Unga aytganlarki, senga voy bo'lsin, men taqvo qilmasam, Allohdan qo'rqmasam, kim Allohdan boshqa qo'rqsin? Mening omonatimga sen ishonmasang, kimga ishonasan? Shunda sahobalar nega ruxsat bermadingiz ya Rasululloh, buning boshini chopardik deganlarda, men odamlarning qornini yorish, uning qalbini ochib ko'rish uchun buyurilmaganman dedilar. Uning qalbida qanday inson ekanligini ochib ko'rishga buyurilmaganman dedilar. Lekin qarab turinglar, buning avlodidan Qur'on o'qiydi-yu, lekin halqumidan nariga o'tmaydigan bir yoshlar chiqadi, bir toifa chiqadi. Ular dindan xuddi yoyning otilgan o'qi tezligidan ovni teshib o'tib ketadi-ku. Ana shunday tezligini bayon qilib beryaptilar. Dindan shunday chiqib ketadi deganlar. Ularning taqvosi sizlarni hayratlantiradi. Ular sizlarni iymonlaringni, taqvolaringni ko'rib ular kulishadi. Ular Qur'on o'qiydilar, lekin Qur'onlari halqumlardan nariga chiqmaydi. Ya'ni amal yo'q degan ma'noda tasvirlab berganlar. O'sha odam kim desa, o'sha odam Zul Xuvaysirah at-Tamimi degan odam bo'lgan. Keyinchalik xavorijlar mana shu odamning avlodidan, shularning davomchilaridan chiqqan.
Imom Alini qatl qilgan, boshqa hozir shu bugungi kungacha musulmonlarga bosh og'rib kelayotgan xavorijlar o'sha Zul Xuvaysiraning izdoshlari hisoblanadi. Men sizlarga bir necha oy oldin mumkin yozdim ekan bir naqad o'qib bergandim xavorijlar to'g'risida. Xavorijlar payg'ambar shu davrdan keyin qiyomatgacha necha marta chiqishi, oxiri borib bularning davomida Dajjal chiqadi degan rivoyatni o'qib bergan edim. Oxiri bu xavorijlarning oxiri Dajjalga aylanadi. Endi o'sha tahqiqda aytayaptilarki, payg'ambar alayhisolamning masjidlariga bavul qilgan o'sha Arobiy deydi, Rasul alayhisolamga Allohdan qo'rq degan o'sha Zulhuvaysira edi deb aytayaptilar. Ulamolarning tahqiqi o'sha odam bo'lgan ekan. U odam o'zi boshida shunaqa qilig'i bo'lgan odam bo'lgan ekan. Va uning oxiri ham xunuk bo'lgan deyshadi. Xuddi shunday. Alloh ulamolarimizdan rozi bo'lsin. Ularning albatta bu tahqiqlari. Ulamolarning xizmatlari beqiyos. Ular o'rganishadi. Ular tahqiq qilishadi. So'ngra qoida sifatida bizga aytib ketaveradi. O'sha qoidani aytganda qani buni dalili deyish odobsizlik bo'ladi. U dalillarga suyanmasa ulamolar u qoidalarni keltirib chiqara olmas edilar. Men bir narsani yana bir marta aytib o'tmoqchimanki, yosh ukalarimizga, ba'zi yoshlarimizga namozdan keyin jamoa bo'lib biz zikr qilishimiz bor-ku, tasbih, takbir aytamiz, oyatul kursi o'qiymiz va Qur'on o'qiymiz va jamoa bo'lib duo qilamiz. Mana shu narsani bid'at deb namoyishkorona bizga o'qrayib chiqib ketadigan yoshlarga aytmoqchimanki, holbuki chaqirib bir ilming bormi desangiz, bir ilmi yo'q bolalar, o'sha bolalar nimaga suyanadi? Men hayron qolamanki, nimaga suyanadiki, ilmsiz bolalar, lekin go'yoki u haq. Bu yerda o'tirgan hamma nohaq. Namozdan keyin jamoa bo'lib zikr qilish bid'at deb vahabiylarning gapini ko'tarib olganda tafriqa qilishyapti. Albatta namozdan keyin kimdir ishi bo'lsa, bemalol chiqib ketaveradi. Uzrli odam, ishi bor odam salom berdimi chiqib ketaveradi. Uni qaytarishga hech kimning haqqi yo'q. Lekin chiqib ketar ekan, sizlar noto'g'ri ish qilyapsizlar, men haqman deyuvchilar haqida bu narsani gapiryapman. Ulamolarning qavullari borasida. Jumladan ba'zi bir tahqiqlarimizni aytib o'tmoqchimanki, Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh aytgan ekanlar, ahli Makka, ularning orasida mashhur muhaddis zotlar Sufyon ibn Uyayna kabi zotlar namozdan keyin, Imom Ahmad aytayapti, namozdan keyin jamoa bo'lib zikr qilishardi va jamoa bo'lib duo qilishardi deyaptilar. Bu gapni zamonamizning allomasi Shayx Valad Addadu hafizahulloh, Alloh umrlarini uzoq qilsin, shu kishining tahqiqi bu. Ay ad-du'aul jama'iyyu ba'da as-solah. Namozdan keyin jamoa bo'lib duo qilish hech qanaqa bid'at emasligini Sufyon ibn Uyaynadek zotlar, o'sha mahalda Makka ahli mana shunday amal qilishini ular tahqiq qilib chiqqanlar. Chunki ulamolarning qoidasi bor. La inkara fi masailil xilaf degan. Ixtilof bo'lgan masalada hech qaysi tomon inkor qilinmaydi. Bir masala ixtilofga tushdimi, bo'ldi. Ikki tomoni ham inkor qilinmaydi. Ixtilof yechilishiga qo'yib beriladi. Bu hech bo'lmaganda mana bu qoidalar bor degan ma'noda aytayapmiz. Baqara surasining 200-oyatini dalil qilib keltiryapti. Baqara surasining 200-oyatini o'qisangiz, ibodatlaringizni qilib bo'lgandan so'ng otalaringiz Allohni eslaganday, balkim undan ham qattiqroq sizlar ham Robbingizni zikr qilinglar degan oyat bor. Ibodatlaringizni tugatgandan so'ng deyapti, otalaringiz Allohni zikr qilganlariday, balkim undan ham qattiqroq Robbingizni zikr qiling deyapti. Bizda otalarimiz namozdan keyingi bu zikr tasbihlarga, jamoa bo'lib duo qilishlariga
go'sht yetkazib berish, balkim o'sha go'sht mahsulotlarini eksport ham qilish niyatlarida katta bir ishga qo'l uribdilar. Alloh barakalarini bersin. Men ularni reklama qilmoqchi emasman. Lekin haqqini yaxshilab berishsa, reklama ham qilib beraveramiz. Meni masalam aytayotgan masalan xursand bo'lganim, bu kishilar kelib halol harom masalasini so'rashyapti. Aytishyaptiki, biz o'zimiz ham hadislarni topib aytyapmiz deydi, lekin sizlar aytganlaringiz bari boshqacha deyapti. To'g'ri. Ahli ilmlar aytganlari boshqacha bo'ladi. Ham asosli bo'ladi. Hamma u hadis aytaversa biz qayerga boramiz keyin? O'shuning uchun keling hadis aytish, fatvo berishlarini egalariga qo'yib beraylik. Ularning savollari: quyon go'shti o'zi halolmi, harommi? Men savol berdim ularga, qanday so'yapsizlar? Juda ham chiroyli javob qilishdi. So'yish faqat qo'lda bo'ladi. Bir 8 ta qassob turadi, bismillah Allohu akbar deb pichoq tortib beraveradi. Qolganini avtomat tozalaydi. Texnologiyasi bor ekan shunaqa va behisob quyon go'shtini yetishtirib berishga tayyor. Ularni ertaga inshaalloh go'sht zakazlari bo'lishi mumkin. Bo'lsin, ilohim barakasini bersin. Men xursand bo'ldimki, ko'proq bugun dunyoda mana shu so'yish ishlarida so'yishni apparatga qo'yib berayotganlar ham bor. Hatto pichog'iga bismillah Allohu akbar deb yozib qo'yib so'yayotganlar ham bor. U o'tmaydi ular. Eng to'g'ri yo'l shu. Pichog'ini tortishda egasi bismillahni aytib tortaversin, bismillah Allohu akbarni aytib. Eng haloli shu. Quyon go'shti haqida so'rashganim uchun men ba'zi bir masalalarni yig'dim va qisqa sizlarga tezda shu masalani aytib beraman. Bu hammamizga qiziq albatta. Chunki qo'y, echkiz, ho'kiz go'shtlarda muammo yo'q. Biz otni ham yeyapmiz kerak bo'lsa, ot go'shtini ham yeyapmiz. Quyon go'shti nima u? Halol deb eshitganimiz bor, lekin qanday halol? Va bu quyon go'shtining hukmi qanday sobit bo'lgan? Keling shular haqida ba'zi ulamolarimizning fatvolarini aytib o'taylik. Quyonni arnab deyshadi arablar. Al-arnabu, al-aranibu ko'pchiligi. Al-arnabu min al-hayvanat allati yajuzu akluha. Quyon go'shti yeyilishi joiz bo'lgan hayvonlardandir. Bunga dalil Imom al-Buxoriy va Imom Muslimlar rivoyat qilgan hadis sharif. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan bu muttafaqun alayh hadislardan rivoyat qilishadi. Anas aytayaptilar: "Xo'p, biz bolalar bilan quvib bir quyonni tutib oldik. U mahalda demak Madinada va uning atrofida quyonlar yugurib yurishar ekanda, yovvoyi quyonlar. Bir quyonni tutib oldik. O'gay otam Abu Talhaga olib berdim. Abu Talha quyonni so'ydilar va uning 2 sonini va biqinidan bir qismini menga berdilarki, Rasulullohga eltib ber dedilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga olib bordim, faqabilahu. Payg'ambar alayhisalom uni qabul qilib oldilar degan. Sahih Buxoriyning tahqiqlarida uni yedilar degan jumlasi ham qo'shimcha qilingan. O'sha quyon go'shtidan Payg'ambar alayhisalom tanovul qildilar deydi. Imom Navaviy rahimahulloh Sahih Muslimning sharhida aytadilarki: "Va aklul arnabi halalun 'inda Malikin va Abi Hanifa va Ash-Shafi'i va Ahmad va ulama kaffa." Quyon go'shtini yeyish 4 ta mazhab bo'yicha ham, Maliki, Hanbali, Shofi'i va Hanafi mazhabi bo'yicha ham va jami'i ulamolarning nazdida haloldir. Haloldir deyaptilar. Xo'p, va bunga bir qancha yana dalillarni keltirganlar. Umuman quyon go'shtini zikr qilganda qanday dalil qilinadi, shuni usulni o'rgatmoqchiman sizlarga. Xo'p, quyon go'shti haqida savol tushdi. Buni go'shti avval nima deyapti? Muboh deyildi. Quyon go'shti muboh deyilyapti. O'zi shu muboh qoidasi bo'yicha masala keladi. Al-amru fil umur al-ibaha. O'zi hamma ishlar aslida muboh bo'ladi. Muboh bo'ladi. Halol qilingan, ruxsat berilgan. Va nafi yahtaju ila isbat. Agar uni harom demoqchi bo'lsa, unga dalil keltiriladi. Qur'on va sunnat harom qilgan narsalarni harom deb bilamiz. Narsalar aslida mubohdir. Harom bo'lgan narsalarni esa Qur'on va sunnat uning haromligini tushirgan bo'ladi.
Shundan kelib chiqib aytayaptilarki, quyon go'shti o'zi go'shti yeyiladigan halol hayvonlardandir. Sababi u yirtqich emas. Sababi uning yirtqichday oziq tishi bilan oziqlanmaydi faqat. Uning yirtqich tirnoqlari ham yo'q. Kiyikka, g'azal deydi. O'sha jayronga o'xshagan bir hayvon deydi. Uning yeydigan narsalari ko'katlar, poliz mevalarini iste'mol qiladi deydi. 4 ta mazhabda ham ulamolarning ijmosidan halol deydi. Dalil qanday? Birinchisi, Alloh taolo Qur'oni Karimda va yuhillu lahumut tayyibat, payg'ambar alayhisolamni sifat qilib keltirib, u zot pokiza, Alloh taolo pokiza narsalarni rizq qilib bergandir deyapti. Quyon turish bilan hamma narsa, yeyishi ham, o'zi ham hammasi pokiza narsa deyapti. Bundan qanday dalil olinadi bu oyatdan esa, mana hozirgi gap, quyon o'zida ham, yemishda ham pokiza jonivordir. Yana Alloh taolo aytayaptiki, va qad fassala lakum ma harrama alaykum. Alloh taolo sizlarga harom narsalarni alohida ajratib keltirib qo'ydi deyapti. Quyonni na Qur'on oyatlari, na hadislarda alohida harom deyilmagan, balkim u mubohligi zikr qilinadi. Xo'p, bu yerda hadislar ham keltirilibdi. Anasdan yana bir rivoyat bor. Biz Marruz Zahron degan joy nomi Makka bilan Madina orasida bolalar bilan o'ynashib yurib, bir quyonni izdan quvishdik. Hamma charchab qoldi. Men poylab turdim. Chaqqon vaqtim edi va uni tutib oldim. Abu Talhaga olib keldim. Abu Talha o'g'ay otalari qayroq tosh bilan, tig'i bor tosh bilan uni so'ydi va uning 2 sonini Rasulullohga eltib ber dedilar. Men esa olib borib berdim. Faqabilahu va akala minhu. Qabul qildilar va undan yedilar deyiladi. Bu hadis dalolat qiladiki, demak quyon halol ovlanadigan halol jonivorlardandir. Muhammad ibn Safvon dan keltirilyapti. Safvon ibn Muhammad radhiyallohu anhu aytadilar: Men 2 ta quyonni ovlab oldim. O'q bilan 2 quyonni ovlab oldim va Rasul alayhisolamdan uni so'radim. Uni yeyishimga amr qildilar deyiladi. Uchinchidan, buni ham aytib o'tdik, aslida quyon yirtqich hayvon emas. U oziq tishlar bilan kun kechirmaydi. Xo'p, o'limtik yemaydi. Kiyikka o'xshash bir jonivor hamda o'sha poliz mevalardan iste'mol qiladi. Uni yeyishning hech qanday zarari yo'qdir degan. Mana shu narsalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam quyon go'shtini qabul qilib olganlari, sahobalar u zotning huzurida quyon go'shtini yeganlari, payg'ambar alayhisolamning o'zlari ham uni iste'mol qilganlari quyon go'shtining bil ittifoq halol ekanligiga yetarli bas dalildir. Boshqa jonivorlar ham, boshqa go'shtlar ham mana shunday qoidaga solinadi demoqchiman, birodarlar. Eng muhimi, alhamdulillah, tadbirkorlarimiz halol va haromni farqlab, halolning ketdan tushishlari, xalqning luqmasiga mas'uliyatlik bo'lishlari inshaalloh bu bizning muvaffaqiyatimiz. Inshaalloh bu bizning muvaffaqiyatimiz. Xuddi shunday men yana bir xursand bo'lgan narsa, umra ziyoratiga juda ko'pchilik boryapti. Alhamdulillah. Kimni ko'rmasangiz Toshkentda, u Makkada yuribdi. To'g'ri. Xo'ja ko'rsinga qilish noto'g'ri. Umradan kelgandan keyin har xil uslublar paydo qilishyapti. Noto'g'ri u. Uni ko'z qilishyapti, har xil marosimlar hosil qilib olishyapti. U noto'g'ri. Ammo bir meni xursand qiladigan narsa, baribir umraga borgan odam o'sha joyning barakasidan baraka topib keladi. Butunlay o'zgarib keladi. Tasavvuri, ta'siroti, ixlosi ziyoda bo'lib keladi. Bu ham aslida bizning muvaffaqiyatimiz. Shuning uchun davlatimiz siyosati, davlatimiz rahbari xalqimizning umra va haj amallarini bajarishlarini qulaylashtirish topshirig'ini musulmonlar idorasining oldiga qo'ydilar va musulmonlar idorasi nafaqat balkim har xil tur firmalar ham, men shaxsan buni monopoliya qilishga qarshiman. Hech kim ham bunga rozi emas. Umrani bu hammaga qo'yib berish kerak. Kim eplasa, chiroyli eplasa albatta uni bajarish kerak. Lekin men tur firma ekanman deb odamlarimizni Makka, Madinada sarson qilsa, u to'g'ri bo'lmaydi.
ellik boshi topib berolmasa, odamlar adashib qiynalib yursa, til bilmaydi, u albatta to'g'ri bo'lmaydi. Ammo har holda yaxshilik. Inshaalloh Karim hamma umraga boryapti, hamma luqmasini halolligini o'ylayapti. Bu bizning muvaffaqiyatimiz bo'ladi.